Bu videoda görayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqmisiz? Hozir mana bir ziyoratchimiz bilan turibmiz. Hoji bobo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz Hoji bobo? Men Moskvadanman. Moskvadan keldingiz-a? Moskvadan keldim. Kelsa bo'larkanmi? Allohga shukr. Kamchiliklar yo'qmi? Xudo yo'q, Xudoning qudrati bilan Alloh yetkazdi mana. Siz sababchi bo'ldingiz, bizlarni shu yerga olib keldi. Bizni kim orqali topgansiz? Bizni o'zimizning o'g'limiz, Oldin kelib ketgan-a? Biz orqali. ikkita o'g'limiz jo'natgandik, ayolimiz jo'natdik. Mana Xudo rozi ekan, bizni ham yana ayollarim bilan nasib qildi. Yana shu yerlarga kelib ziyoratlarga bizni Alloh o'zi quvvat berib, shu yerlarda yuribmiz mana. Odamlarga qo'rqmasdan tavsiya qilsangiz bo'larkanmi? Albatta. Agar iloji bo'lsa Alloh Parvardigor quvvat bersin. Va umid bo'linglar, noumid bo'lmanglar. Alloh Parvardigor o'z panohida asrasin. Sizlar ham harakat qilib shu taraflarga, shu manzillarga kelishdi. Allohning uyiga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam joylariga ziyorat ketishni hammalaringga nasib aylasin. Alloh Parvardigor mehr shafaatini nasib aylasin. Do'stim, siz Rossiya hududida bo'lsangiz, Hoji bobo uzr bo'lib qo'ydim. Allohning baytiga qalbingiz ila oshiq bo'lsangiz, Baytullohga kelmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol Allohning baytiga tashrif buyursangiz bo'ladi. Uning uchun ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu